O'zbekistonliklar halokatli Nipah virusi tarqalishi haqida ogohlantirildi. Hindistonda xavfli Nipah virusi bilan kasallanish holatlari ko'paymoqda. Sanepid qo'mita O'zbekiston fuqarolarini ehtiyot choralarini ko'rish bo'yicha ogohlantirdi. Xabarga ko'ra, Nipah virusi hayvonlardan odamlarga, xususan ko'rshapalaklardan yuqadi. Shuningdek, zararlangan oziq-ovqat mahsulotlari orqali va odamdan odamga yuqishi mumkin. Oqibatda bu miya yallig'lanishi, ensefalit yoki nafas olish yo'llarining shikastlanishi shaklida bo'lishi mumkin. Qo'mita O'zbekistonda Nipah virusi qayd etilmaganini qo'shimcha qilgan. Ushbu kasallikning O'zbekistonga kirib kelish ehtimoli juda past, ammo sayohat qiluvchilar bundan ogoh bo'lishi kerak. Profilaktika uchun Hindistonga sayohat qilishni rejalashtirayotgan fuqarolar shaxsiy gigiyenaga qat'iy rioya qilishi, shikastlangan mevalarni yemaslik va har xil suvlarni iste'mol qilmasliklari kerak. Kasallik kirib kelishining oldini olish maqsadida mamlakatimizning 54 ta chegara maskanida doimiy nazorat o'rnatilgan, deyiladi qo'mita xabarida.